Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun biz time frame'lar haqida gaplashamiz. Undan oldingi darslikda, ya'ni order flow darslikda biz ko'proq narxga e'tibor berdik, lekin mana oddiy qilib aytganda mana trade view ni ochsanglar, bizda o'ng tarafda narx bor, pastda vaqt bor. Funksiyani hamma o'rgangani x, y, x va y bo'lgan nuqtalar, x va y funksiya bo'ladi, mana y tepa bo'ladi, x gorizontal chiziq bo'ladi, to'g'rimi? O'shanda ma'lum bir nuqta topilayotganda x dan nechtadir 1 2 3 1 2 3 0 dan bu yoqdan -1 -2 ketadi. Aniq nuqtani topish uchun bizga demak ikkita faktor kerak. Vaqt va narx. Biz undan oldingi darsda ko'proq nimaga e'tibor berdik? Narxga e'tibor berdik. Bu safar ko'proq vaqtga e'tibor berishga harakat qilamiz va boshlanishi bo'ladi. Ya'ni vaqtni boshlanishi. Tradingda vaqt juda ham muhim. Ya'ni shunaqa gap so'zlar ham bo'ladiki, narxdan ko'ra vaqt muhimroqdir, chunki narx ayrim vaqtlardagina yaxshi yuradi va ayrim vaqtlarda u konsolidatsiyada bo'ladi. To'g'rimi? O'sha ma'noda biz hozir ko'proq time frame haqida gaplashamiz. Xo'p, o'rtoqlar, sodda tushuntirishga harakat qilaman. 1 yil bizda 4 ta kvartaldan iborat. Mana trading yil 2025-yil, 2026-yil. Ya'ni 1 yil bizda 4 ta kvartaldan iborat. Bitta kvartal bizda 3 ta oylik candledan iborat. Bitta oylik candle bizda 4 ta haftalik candledan iborat. Bitta haftalik candle bizda 5 ta kunlik candledan iborat. Bitta kunlik candle bizda 6 ta 4 soatlik candledan iborat. Bitta 4 soatlik candle bizda 4 ta 1 soatlik candledan iborat. Va 1 soatlik candle bizda 15 minutlik candledan iborat. Undan uyog'i bizga muhim emas. 15 minutdan pastga tushmaysizlar. Bizdagi sistemadagi oltin qoida 15 minutdan pastga tushmaysizlar. O'zi 1 soatdan pastga tushmaysizlar, 15 minutda ham qo'shib qo'ydim men. E'tiboringlarni mana shu grafikga, ya'ni diagrammaga qaratmoqchiman o'rtoqlar. Faraz qilinglar, bu aylanadigan mexanizm. Bu aylanadigan mexanizm va uni eng boshida bizda oylik candle turadi. Undan keyin haftalik candle, undan keyin kunlik candle, undan keyin 4 soatlik candle, 1 soatlik candle, 15 minutlik time frame va 15 minutdan kichkina bo'lgan time frame. Ya'ni bu diagrammani, bu relsni bizda aylantiradigan muhim omil oylik candle hisoblanadi. Ya'ni oylik candlega qarab haftalik, kunlik, 4 soatlik, 1 soatlik, 15 minutlik time frame'dagi narx harakatini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni haftalik, kunlik, 4 soatlik, 1 soatlik, 15 minutlik time frame'dagi narx harakati har doim oylik candlega quloq soladi. Ya'ni eng muhim faktor, ya'ni bu relsni aylantiradigan sharchi g'ildirak bizda oylik candle hisoblanadi. O'shaning uchun ham oylik candledagi order flow eng muhim, unga qarab biz yo'nalish topamiz. Chunki oylik candle bizda haftalik candle, kunlik candle, 4 soatlik, 1 soatlik, 15 minutlik candle yasaydi. O'sha ma'noda e'tibor berasizlar o'rtoqlar, qaranglar. Bitta oylik candleni bizda 4 ta haftalik candle yasaydi. Bitta oylik candleni bizda 20 ta kunlik candle yasaydi. Bitta oylik candleni bizda 120 ta 4 soatlik candle yasaydi. Bitta oylik candleni bizda 1 soatlik 480 ta 1 soatlik candle yasaydi. Bitta oylik candleni bizda 1920 ta 15 minutlik candle yasaydi. Endi 1 minutlik candle yoki 5 minutlik candle topish uchun xuddi shuni yo 3 ga ko'paytirasizlar yoki 15 ga ko'paytirasizlar. Demak, nima demoqchiman? Time frame kichkinalashib borgan sari bizda shaffoflik yo'qoladi va marketda shovqin ko'payadi. Ya'ni siz time frame ni kichiklashtirib borganingiz sari marketplace'dagi order flow'ni aniqlashga qiynalasiz. Endi har bitta time frame o'zidan oldingi katta time frame'dagi order flow'ga quloq tutadi va har bitta time frame o'zidan kattaroq bo'lgan time frame'ga qarab narxni yasaydi. Ya'ni siz bir oylik time frame'dagi order flow sizda long bo'lsa, bu degani sizda haftalik, kunlik, 4 soatlik va 1 soatlik shortdagi struktura buzilishlari yolg'on struktura buzilishlari bo'ladi. Ya'ni siz adashib qolasiz. Haftalik struktura buzildi deb o'ylaysiz, lekin oylik time frame'ga qarasangiz, yo'q, narx hali ham long ketayotgan ekan. Ya'ni narx hali ham long ketish kerak. Ya'ni narxda hali ham long order flow shakllangan degan ma'no bor. O'shaning uchun ham shu narsa nazarda tutiladi. Time frame qancha kichiklashib borgan sari
Traderda xato qilish ehtimoli shuncha ko'payadi. Chunki siz 15 minutlik candleni trade qilayotganingiz, siz o'zidan oldingi 5 ta diapazonni hisobga olishingiz kerak bo'ladi. Ko'zgu kishlashib borgan sari siz 15 minutlik time frame trade qilayotganingiz, siz undan oldingi 5 ta diapazonni hisobga olib trade qilishingiz kerak. Xuddi shunaqa 1 soatlik time frame da trade qilayotganingizda siz undan oldingi 4 ta diapazonni dagi narx harakatini hisobga olishingiz kerak. 1 soatlik order block kuchlimi yoki 4 soatlik order block kuchlimi? Tabiiyki 1 soatlik order block kuchli. Yoki 4 soatlik order block kuchlimi yoki kunlik order block kuchlimi? Tabiiyki kunlik order block kuchli. Chunki har doim oltin qoida ma'lum bir time frame o'zidan katta bo'lgan time framelarga quloq soladi va unga ergashadi. Chunki bo'laklarga bo'lib olganingizda o'sha puzzle yig'ilib eng katta oylik candleni yasaydi. O'shaning uchun sizlarga open price, high low close'lar haqida ko'p gapirdilar. Anatomiya. Ya'ni bir oylik candle anatomiyasining ichida biz qancha informatsiya olishimiz mumkin. Endi informatsiya qancha ko'paygani sari traderda adashish va noto'g'ri qaror qabul qilish ehtimoli ham shuncha ko'payib boradi. Ya'ni shovqin ko'payib boradi, shaffoflik kamayib boradi. O'shaning uchun ham shuni bilib olinglar, 1 soatlik time frame'dagi candlelar sizda o'zidan katta 4 ta diapazondagi time frame'ni yasaydi va u eng katta time frame, ya'ni oylik candlega qarab, o'shanga qarab order flow'da quloq tutib boradi. Ya'ni 1 soatlik time frame sizda short ko'rinayotgan bo'lsa ham, lekin 4 soatlik time frame sizda long order flow'ni berayotgan bo'lsa, tabiiyki siz marketplace'da adashyapsiz va siz to'g'ri struktura buzildi deb o'ylagan narsangiz katta time frame'da struktura buzilmagan. U qanaqadir discount zona yoki PDR kelgan bo'ladi yoki retracement atkatda siz struktura buzildi deb o'ylayotgan bo'lasiz. Mana shu to'rtta super oltin qoidasi. O'shaning uchun ham adashadi odamlar. Ya'ni faqat 1 soatlik time frame'dan chiqishmaydi. O'shaning uchun 1 soatlik time frame struktura buzilsa, bo'ldi, struktura buzildi deb sell kirgan momentda u prosta o'zidan katta time frame, masalan 4 soatlik order blokka atkat bo'layotgan bo'ladi va narx yana tepaga qarab o'zini harakatida davom etadi. Esingizda tutinglar, qancha time frame kichiklashib borgan sari sizda shovqin shuncha ko'payib boradi. Endi shuni hisobga olinglar, 1 soatlik time frame trade qilayotganda siz undan katta bo'lgan 4 ta diapazonni hisobga olib trade qilishingiz kerak. Ya'ni siz 4 soatlikni ham, kunlikni ham, haftalik va oylik time frame'dagi order flow'ni kontrol qilib turishingiz kerak. Nima bo'layotganini bilib turishingiz kerak. O'shaning uchun ham bizda eng asosiy g'ildirak oylik candle hisoblanadi. Oylik candle 4 ta, haftalik 20 ta, kunlik 120 ta 4 soatlik ko'rsam, candle sticklar qancha ko'payib borgan sari sizda adashish ehtimoli shuncha ko'payib boradi. Bu tabiiy narsa matematika bo'yicha ham. 480 ta 1 soatlik, 1920 ta 15 minutlik time frame'ni hosil qiladi. O'rtoqlar, o'shaning uchun kimdir aytadi 15 minutlik imbalans deydi, 15 minutlik order block narx qaytarib yubordi deydi. Men kulaman o'sha momentda. Yo'q, narxni qaytarib yuborishga hech qachon 15 minutlik order block sabab bo'lmaydi o'rtoqlar. Siz time frame'ni qancha kichiklashib borgan sari undan katta bo'lgan diapazondagi narx harakatida ko'zingizda g'ilof paydo bo'lishni boshlaydi. O'shaning uchun ham bizdagi oltin qoida katta time frame'ga har doim ergashib trade qilamiz, trend bo'ylab. Xo'p, mana bu holatni ko'ringlar. Xuddi buni 5 minutlik time frame'dek his qilinglar. Lekin bu oylik time frame. E'tibor berasizlar, Euro USD parasi. 5 minutlik time frame'da buni ko'pchilik trader tushunadi, lekin oylik time frame'ni ochganda nimagadir qo'rqishni boshlaydi. Bilmaslikni, cho'chishni boshlaydi-da, qo'li qaltirashni boshlaydi deylik. Xo'p, ko'pchilik traderlar katta time frame'ga e'tibor bermaganligi uchun ham ko'p stop loss oladi. Retail traderlar deylik. Nimaga oylik time frame'da ko'pchilik trade qilolmaydi desiz? Birinchi sabab kapital kamligi, chunki botdagi diapazondagi risk zonangiz katta bo'ladi. Keyin oylik time frame'da siz targetga borishingiz ancha katta muddatda olishi mumkin. O'sha momentda agar kapitalingiz katta bo'lmasa, sizni kutishga ketkizgan vaqtingiz qoplamasligi mumkin. O'shaning uchun ham oylik time frame'dan retail traderlar foydalanishmaydi. Retail traderlar oylik time frame ochishmaydi ham. Lekin mana shu eng katta xato. O'shaning uchun biz analizni har doim oylik time frame'dan boshlaymiz. Oylik time frame nima bo'ldi? Long order flow bo'ldi. Haftalik order flow qanaqa? Hozircha short ko'rsatdi. Demak bu atkat. Demak bu manipulyatsiya. Kunlik candle nima ko'rsatdi? Struktura buzildi ko'rsatdi. Qatga bordi. Oylik order blockka bordi. Oylik
time frame bizda long bo'lsa, demak order block просто откат bo'ldi. Order block bizda support bo'lib, narxni ham tepaga ko'tarib yuboradi. Ya'ni bu kunlik time frame'dagi struktura buzilishi bizda manipulyatsiya ekan, yolg'on struktura buzilishi deb o'sha yerda biz marketga kiramiz. Ya'ni ko'pchilik sell ochgan joyda biz buy ochamiz masalan. Oddiy qoida. Kecha o'tgan safar aytdim. Narxni ikkita vazifasi bor. Birinchisi imbalans to'ldirish, ikkinchisi high yoki low ga qarab hujum qilish. Uzoqlashmay, mana bu yerda biz low ga hujum qildik va biz struktura low ga hujum qildik va keyin low dan endi high ga hujum qilamiz. Chunki forex bizda range bound market deylik. Endi hujum qilayotganda bu yerda bironta imbalans yo'q, to'g'rimi? Mana bu fair value ga aytmasam, bu yerda bironta imbalans yo'q. Demak, logik o'ylasangiz, narx bizda high ga qarab hujum qilish kerak. To'g'rimi? Endi qaraysizlar. Mana bu yerda biz SMR, ya'ni trend o'zgargan qatdan bilamiz. Smart moneyning eng oxirgi sell pozitsiyalari kirilgan yashil candlelar tanasi bilan buzib o'tilishi bizda trend o'zgarganligi tasdiq. Endi buni keyingi darsda yana chuqurroq o'rganamiz. Kecha aytganimdek, mana bu yashil candleda smart money mana bu likvidga narxni agressiv tushirish uchun yashil candle juda katta sell orderlarni tiqadi. Bu yerda retail trader trend o'zgartirib buy tiqqan momentda katta sell orderlar kirgandan keyin narx pastga agressiv tushadi va bu yerda profit taking bo'ladi. Ya'ni smart money o'zini sell pozitsiyalarini bo'shatadi. Smart money o'zini sell pozitsiyalarini yopib, keyin buy trend boshlangan qatdan bilamiz, uni eng oxirgi sell pozitsiyalari ochilgan yashil candlelar tanasi bilan buzilib o'tilganligi bizga tasdiq. Nimaga именно buni tasdiq qilyapmiz? Chunki undan oldin bizda katta likvid yechildi. Katta likvid yechildi degani o'sha trend o'zgarish kerak degan ma'noda. E'tibor berasizlar, likvid muhim. Likvid yechilgandan keyingina trend o'zgarganini tasdiqlash uchun biz eng oxirgi sell pozitsiyalarni qidirdik va uni tanasi bilan agressiv buzib o'tdi. Tanasi bilan agressiv buzayotganda ham siz shunga e'tibor berishingiz kerak. Agressiv tanasi bilan buzayotganda narxda imbalanslar qolsa, bu yanada ham kuchli tasdiq. Ko'rganimizda oylik candleda bizda narxda imbalans hosil bo'lib, tanasini buzib o'tdi. Demak, smart moneyning eng oxirgi sell pozitsiyalari buzilib o'tilishi order flow o'zgarganini tasdiqladi. Demak, men bilib oldim, что men Euro USD parasida long order flowda ishlayman. Oylik candlega qarab. Xo'p, mana bu holatda ham bizda eng kuchli model boshlanishni aytib ketaman, buy stop sell stop bo'lgan. Buy stop sell stop ma'nosi narxda ikkala tarafga ham ishtirokchilarni ishontirib, ularni o'yindan chiqazgandan keyin narx o'zining asl harakatida davom etadi. Ya'ni mana bu nuqtada ko'pchilik retail traderlarni yoki umuman narxni keyingi holatidan xabarsiz bo'lgan yoki narxni keyingi harakatini noto'g'ri analiz qilgan traderlarni bu yerda stop losslari bo'ladi. Ya'ni sell ochgan traderlarning stop lossi bo'ladi. Endi narx bu tepaga yurdi, ular stop lossini oldi, demak o'ylayapti, high buzdi, demak bu high bizda support bo'ladi deb keyin ular buy ochishni boshlaydi. Va stop lossini qatga qo'yadi. Buy ochish har bitta qora candle откат deb olib buy ochadi, ular stop lossini katta ehtimol mana bu lowga qo'yadi. To'g'rimi? Endi oddiy kichkina retail trader emas, u fund, ya'ni katta fundlarni aytamiz. Katta hedge fondlarni aytamiz. Ularning stop losslari shu nuqtada bo'ldi. Bu bu high buzilgandan keyin bular o'yladi, high buzilsa bular support deb qabul qiladi. O'sha momentda ularning stop lossi o'sha high ga bog'langan lowda bo'ladi. Mana bu lowda bo'ladi. Endi keyin yana bu narx bu yerda likvidni oldi-da, ularni yana buy ga ishontirib keyin sell yurdi. Endi narx bu yerda sell buzgandan keyin struktura buzildi deb o'ylayapti ko'pchilik, lekin umumiy fonda order flow bizda buy bo'lgan. To'g'rimi? O'shaning uchun biz yolg'on struktura buzilishini ko'rdik. Endi bu yerda buy ga ishongan traderlarda ular buy ochaveradi, stop lossni bu yerga qo'yadi. Keyin sell ochmoqchi bo'lgan traderlar, mana qora candle'ni ko'rib, sell ochmoqchi bo'lgan traderlar sell ochib boradi, smart money o'sha momentda juda katta buy pozitsiyalar bilan ularning likvidlarini yechadi. To'g'rimi? Birinchi bo'lib likvid hosil qilyapti va likvidni yechyapti. To'g'rimi? Likvidni yetkazib beryapti. Ikkala tomonda ham buychilarni ham, sellchilarni o'yindan chiqazgandan keyin narx ma'lum bir discount PDR kelgandan keyin key levelga va keyin mana buni tanasi bilan buzib o'tmayapti mana bu levelni. To'g'rimi? Viklar hurmat qilyapti. Keyin narx o'zini asl harakati agressiv davom etyapti. Ko'rasizlar, order flowni aniqlayapmiz oylik time frame'da. Xo'p, narx 50% atrofida konsolidasiya bo'lishi bu bizda to'g'ri range deyiladi. Range degani high, low. Lowlar buzilgandan keyin highlarga hujum qilishi range. O'zbek tilida aytsam diapazon deylik. O'zbek tilida emas, rus tilida ketdi diapazon. Ma'lum bir diapazon. Narx harakati menga muhim. MMXM darsiga yana chuqurroq o'rgatadilar. Boshlanishini aytib ketaman.
MMXM modelida market maker buy modelda market maker buy model qachon bizda ideal bo'ladi? Qachonki o'sha original consolidation va smart money reversaldan diapazondan shundoq fibo tortganimda o'shani 50 edi, roni o'rtasida narx konsolidatsiya bo'lib kuch yig'sa, o'sha bizda ideal MMXM modeli hisoblanadi. Ya'ni konsolidatsiya 50 atrofida konsolidatsiya bo'lyaptimi? Bu ham bitta tasdiq, что long order flow bizda shakllangan va narx SMRga original consolidationga qarab harakat qilyapti. Mana shu 50 atrofida range ga tushgani ham bu bizda o'sha haqiqiy market maker buy model tasdiqlab bergan. Ozgina sizlarga kirish. Buni hali detalliroq tushuntiradilar. Endi shu narsani men tushuntirmoqchi bo'laman. Men sizlarga isbotlab bermoqchiman. Monthly chartda, ya'ni oylik time frame'da market place'da order flow buyligini va ko'pchilik retail traderlar oylik time frame'ga quloq solmasligini va oylik time frame'ga weekly time frame quloq solishini tushuntirib bermoqchi bo'laman. Xo'p, endi shu holatda mana men weekly chartni ochdingiz. Retail trader buncha informatsiyani miyasiga sig'dirgisi kelmaydi. Ularga ozgina, ya'ni retail traderlarning xususiyatini shunaqa qiling, psixologik tomonlama. Mana o'tgan safar ham tillarda 1 soatlik candle analiz qilishayotdi-ku bolalar. Nimaga desangiz, shunaqa inson zoti shunaqa yaratilgan, ular tez rezultatga chiqishga harakat qiladi-da. Juda ko'p informatsiya bilan tahlil qilish yoki kutish degan narsa yo'q. Sabrsizlik, nafs degan narsa bor. Ular ko'proq narxdagi hozirgi harakatiga reaksiya bildiradi. O'shaning uchun weekly chartni ochgan ko'pchilik trader bu yerda narx lowga hujum qilar ekan degan ideyaga keladi. Chunki mana bu yerda lowlar strukturasi buzilib o'tyapti. Agressiv mana bu yerda buzgandan keyin uje faqat lowgacha ular sell buysda bo'ladi. Lekin nima qildi? Monthly chartda bizda monthly chartda, ya'ni oylik time frame bizda order flow o'zi long bo'lgani uchun ham bu narsada bularni o'yindan chiqazgandan keyin narx o'zini asl harakatida davom etdi. Ko'rasizlar, time frame'ni to'g'ri analiz qilmasak, biasni noto'g'ri shakllantiryapti. Ko'proq informatsiya bilan kattaroq diapazonda qaramaslik. Po-любому weekly time frame'dagi chart bizda oylik time frame'dagi narx harakatini yasaydi, o'rtoqlar. Shunga e'tibor berasizlar. Xo'p. Endi o'rtoqlar, yana bitta narsaga e'tibor berasiz. Bu holatda shovqindan uzoqda ko'pchilik long biasda bo'lardi. Mana bu yerda siz faqat monthly time frame'ni yaxshilab ochib qaraganingizda mana bu tushishsiz atkat deb qabul qilardingiz fair value gapga va mana bu highgacha siz long biasda bo'lardingiz. Lekin siz ko'pincha retail trader weekly va daily chartdan yoki 4 soatlik, 1 soatlik chartdan umuman tepaga chiqmaganligi uchun ham bizda katta time frame yaxshi analiz qilmaganligi uchun ham xatoliklar yuz beradi. O'shaning uchun ham oltin qoida, narx o'zidan katta bo'lgan time frame'dagi order flowga ergashadi har doim. O'shaning uchun ham weekly, daily time frame'dagi yolg'on shortga struktura buzilishlaridan keyin narx agressivni, ya'ni tepaga yurish davom etgan, chunki o'sha nuqtalarda smart money o'zini pozitsiyalarini ochgan. Hammaning likvid zonasida ular o'zini pozitsiyasini ochadi tabiiyki. Uni birinchi, ikkinchi haftada aslida gaplashdik. Xo'p o'rtoqlar, menga mana shu harakat qiziq. Nimaga bu harakatni oldim? Chunki bu 2025-yildagi harakat. Buni hamma tanasidan o'tkazgan, trade qilgansizlar po-любому menimcha. Xo'p, birinchi o'rinda Power of 3 bo'yicha menga lowlar qiziq, highlar qiziq, open price qiziq. Order flowni aniqlash yana bitta usuli bor o'rtoqlar. Hozir monthlydan weeklyga o'tamiz. Order flowni aniqlash yana bitta usuli bor. Agar order flow long bo'lsa, shuni bilasizlarki, monthly chartdagi open price va lowlar tegida narx ko'p harakat ketkizmaydi. Lowlar ozgina buzilib, highlar agressiv buziladi. Lowlarning tegida narx ko'p harakat ketkizish kerak emas. Olinish bilan sraz reaksiya berish kerak. Va highlar agressiv buzilish kerak. O'sha bizda long order flowni yana ham tasdiqlab beradi. Keyingi narsa, haftalik candle oylik open price dan tepada yopilishi buy shakllantiradi. Mana bu yerda oylik open price bor. Ikkita oylik open price bor. Ikkalasidan ham tepada tanasi bilan buzilib o'tilishi menda narxni ya'ni long buy shakllantirib beradi. Haftalik candle oylik time frame'dagi open price pastda manipulyatsiya ko'rdingiz va manipulyatsiya tugagandan keyin open price tepasida tanasi bilan yopilsa, long buysda bo'lsangiz, bu long buy shakllantiradi, isbotlab beradi. Mana e'tibor bersangiz, ikkita oyda opening price'ning tepasida tanasi bilan buzdi, keyin retracement qildi, atkat, smart money o'zining pozitsiyasini qo'shdi, bo'ldi, o'sha manipulyatsiya bo'lgan lowga qaytib kelmagan. Ko'rasizlar? Shu narsaga e'tibor berasizlar. Open weekly candle'da biz pastda manipulyatsiya ko'ramiz va o'sha manipulyatsiya ko'rganimizdan keyin, ya'ni pastga manipulyatsiya ko'ramiz. Bu yerda daily time frame o'tsanglar qanaqadir struktura buzilish to'rt usullarni ko'rasizlar. Xo'p, keyin weekly candle tanasi bilan buzib o'tilishi opening price'i
Bu bizada long baytsi yanada ham tasdiqlab beradi va ko'rasizlar keyin lowga qaytib kelmagan. O'shaning uchun opening price muhim. Opening price pastda manipulyatsiya ko'rasiz va opening price tanasi bilan buzib o'tgandan keyin o'sha low bizada xavfsiz low hisoblanadi nisbatan. Endi bunda ham narx holatiga qaraysiz, o'sadigan marketda bo'lish kerak bu. Buni ibtidosiyda gaplashamiz. Mana bu yerda open price da ko'rsam key level bo'lib bergan. Nisbatan. Key level bo'lgan, shu key level tegib open price keyin dars davom etgan. Open price key level hisobida ham ishlatilinadi o'rtoqlar. Faqat katta time frame open price. Endi xuddi shu narsa mana bu yerda kecha gaplashilgan narsamiz imbalansni to'ldiryapti, narx buf tepaga o'tyapti. Imbalansni to'ldiryapti. Ko'rasizlar, tanasi bilan hurmat qilganini, vik bilan borib kelgan, lekin tanasi bilan yopila olmayapti imbalansdan. Bo'ldi, ketyapti. Demak, mendagi key levellar haftalik fonda mana shu imbalanslar hisoblanmoqda. To'g'rimi? Endi men daily 4 soatlik time frame tushganimda ham xuddi shu imbalanslar men chartimda bo'lish kerak. Dailyga o'tamiz. Endi dailyni ochdinglar. Mana ko'rasizlar, taqqoslaymiz time frame ni qancha shovqin ko'payib borayotganini. Bundan biz oqilona, mohirona foydalanishimiz kerak. Chunki men sizga masa chatda trade qiling deya olmayman, chunki siz kapitaliz yetmaydi stop loss qo'yishga. O'shaning uchun biz dailyda 4 soatlikda ehtiyot bo'lib trade qilib, yaxshi diapazon ushlashga harakat qilamiz lowlarni. Xo'p. Demak, mana bu imbalanslar menda chartimda bor. Demak, bular menda support zonalar hisoblandi, to'g'rimi? Mana o'tib o'tgan harakat, lekin biz buni kutganmiz va buni olgan сделкаларimiz ham bor. O'shaning uchun men o'tib o'tgan harakat tushuntirishga harakat qilaman hozirchalik. O'tib o'tgan harakatni ko'proq o'rgansak, keyingi harakatni analiz qilishimiz, to'g'ri predugada qilishimiz osonroq bo'ladi. Xo'p, endi narx ko'rasizlarmi? Narx lowlarda ko'p vaqt ketkazmasdan agressiv qaylarga hujum qilyapti. Open price tagida narx faqat manipulyatsiya uchun, ya'ni mana aprel oyini open price pasida faqat manipulyatsiya uchun chiqyapti, buf tepaga tanasini uzatdim, bo'ldi. Mana shu bizda o'zi tasdiqlab beryapti. Shu yerda marketga long kiriladi, stop loss o'sha lowga qo'yiladi. Narx faqat manipulyatsiya uchun tushadi. Narx opening price tanasi bilan tepada yopilishi long bias yana ham tasdiqlab beradi. Endi o'rtoqlar yana bitta narsaga e'tibor berasizlar. Bizda swing lowlar har doim ma'lum bir support zonalarida yaraladi. Va o'sha swing lowlar bizda himoyalanadi. Weekly time frame swing lowlarning buzilishi tanasi bilan bu juda katta narsa. Katta ehtimol weekly time frame'dagi order flow'da masalan struktura tanasi bilan buzib o'tilishi, strukturaning buzilishi bu order flow'ni o'zgarganiga ham ta'sir qilib ketishi mumkin. O'shaning uchun ko'ryapsizlarmi, lekin bironta weekly order flow time frame'da lowlar buzilmagan, lekin dailyda biz ko'plab lowlar ovlanganini ko'rishimiz mumkin. Mana bu low olingan, mana bu low olingan, bu low olingan, bu low olingan, bu low olingan. Lekin weekly time frame'da bironta low buzilmagan. Swing lowlar. Shu narsa muhimda o'rtoqlar. Endi swing lowlar har doim support zonalar yaratadi. Mana birinchi support zona. Shu narsaga e'tibor bersangiz, weekly time frame'dagi swing lowlar har doim ma'lum bir kuchli support zonalarida, ya'ni ma'lum bir key levellarda yaraladi. Swing low nima deganda desal, minimumdan pastroq bo'lgan minimum va kattaroq minimum. Ya'ni ingliz tilini o'rgangan misol qiynalaman, qaranglar. Bitta shpilka, uni pastroq bo'lgan shpilka va undan sal teparoqda bo'lgan shpilka, qo'pol qilib aytganda. Ya'ni low, lower low, higher low. Ko'rasizlar, mana shu bizda swing low. Ya'ni swing lowlar, ko'rasizlar, har bitta swing lowlar kuchli bizda support, ya'ni key levellarda hosil bo'lyapti. Weekly chartda, lekin daily chartda bu yerda bizda to'rtta suplar hosil bo'lyapti. Ko'rasizlar? To'rtta suplar, liquidity pool, PDR, liquidity pool, PDR, liquidity pool, PDR. To'rtta sup oltin qoidasi. Mana ko'rasizlar, order flow shakllanishi. Swing lowlar bizda ma'lum bir support zonalarga kelyapti va hayli agressivni buzilyapti. Swing lowlar support zonaga kelyapti va hayli agressivni buzilyapti, itaryapti. Swing lowlar support zonaga kelyapti va hayli agressivni buzilyapti. Weekly FVG tanalari bilan buzmaganligiga ham e'tibor beramiz o'rtoqlar. Ya'ni order flowning darsiga degan narsa nima? Long FVGlar bizda hurmat qilinadi. Short FVGlar bizda buzilib o'tilinadi.
Long FVGlar hurmat qilinmayapti, short FVGlar buzib o'tilmayapti. Shortga даже FVG ham hosil bo'lmayapti. Narx shunaqa og'ir bo'lganda. Xo'p, xuddi shu narsani men dailyda ko'raman. Mana struktura buzildi deb retail aldanadi. Mana bitta struktura buzildi, short ishlaydi, bom stop loss oladi. Struktura buzildi deb o'ylayapti. Da va nimaga struktura buzildi deb o'ylayapti, lekin bu bizda weekly order block kelyapti. Ko'rasam, o'tgan safar gapirgan narsam. Kichkina time frame'dagi struktura buzilishi katta time frame'dagi atkat bo'lishi mumkin. Va katta time frame yana o'zini yo'nalishida davom etganda kichkina time frame struktura buzilishi ko'pchilik retail traderlarni stopini ovlashga yordam beradi va ko'pchilik retail traderlar aldanadi bunaqa momentda. O'shaning uchun har doim katta time frame nima bo'layotganiga e'tibor berishimiz kerak. Mana weeklyda struktura buzilyapti, lekin daily time frame struktura buzilyapti, lekin weekly time frame'da bu atkatga kelyapti. OB'ga kelyapti. Qaysi bir tushunarliroq? Weekly tushunarliroq. Demak, weeklyni biz yaxshi tushunishimiz kerak. O'shanda dailydagi struktura, yolg'on struktura buzilishlariga aldanmaymiz. Mana bu yerda struktura buzilyapti, lekin aslida weeklyda bu imbalansga kelyapti. Ko'rasizlar, bo'shliqni to'ldiryapti. Xuddi shu holat. Mana bu yerda ham struktura buzilyapti, lekin bu aslida nima uchun kelgan? Weekly chartda imbalans to'ldirish uchun tushgan harakat, atkat bo'lgan. Ya'ni kichkina time frame'dagi struktura buzilishi katta time frame'da atkat bo'lishi mumkin. Atkatdan keyin nima keladi o'rtoqlar? Har doim narx expansion holatida bo'ladi. Ya'ni trend yana boshlanadi. Xuddi shu narsani 4 soatlikda ko'rsam, mana sizlarga shovqinni doda xo'jasi. Ko'rsam 4 soatlik time frame'da shovqin juda ko'p. Lo'lar olinaveradi, ko'p stop losslar olinaveradi. Lekin siz bu narsa yolg'onligini, bu narsa Smart Money tomonidan sun'iy qilinayotganini bilishingiz uchun katta time frame nima bo'layotganini bilib turishingiz kerak. Qanaqa yopildi, qanaqa ochildi, open price'ligida nima bo'ldi. O'shaning uchun har doim kichkina time frame bizda shovqin ko'payadi. O'shaning uchun ham Turtle bizning model, buni asl qoidasi kichkina time frame'dagi struktura buzilishi katta time frame'dagi atkat bo'lishi mumkin. Bu Turtle asosiy qoida va biz har doim trend bo'ylab ishlaymiz. Bu yerda ko'pchilik sell ishlashni boshlaydi, biz long ishlaymiz. Ko'pda struktura buzildi deb sell ishlashni boshlaydi, o'tiydan biz long ishlaymiz. Struktura buzildi deb sell ishlashni boshlaydi, ko'pchilik biz long ishlaymiz. Mana shu bizning oltin qoidamiz, o'rtoqlar. Biz chunki katta time frame'ga quloq solamiz va to'g'ri aniqlashga harakat qilamiz katta time frame. Time frame kichiklangan sari shovqin ko'paya boshlaydi, Turtle. Ya'ni yolg'on market struktura buzilishi ko'p kuzatiladi. Bu noto'g'ri qarorlarga olib kelishi mumkin. Bir chatli time frame'da xatoliklar ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Ko'rasam, low struktura juda ham ko'p lowlar olinaveradi, ko'rasizlar? Mana. Lekin bu mana bu yerdagi haftalik atkatni yasayotgan bo'ladi. Lekin retail traderlar bu yerda tabiiyki adashadi, o'rtoqlar. Bu yerda ko'pchilik sell ishlashga harakat qiladi mana lowgacha. Bu yerda sell ishlashga harakat qiladi, accumulation, manipulation, distribution deb o'ylaydi. Mana bu yerda sell ishlashga harakat qiladi. Lekin narx faqat doim katta time frame nima bo'layotganini bilmasangiz, narxdagi shu strukturalar buzilishiga aldanib qolishingiz mumkin. O'shaning uchun ham aytaman, 1 soatlik time frame trade qilayotganda siz undan oldingi 5 ta katta diapazonni hisobga olib trade qilishingiz kerak. Xo'p, Turtle oltin qoidasi o'rtoqlar. Esdan chiqarmaysizlar. Xohlasanglar monitorlarni tagiga yozib qo'yinglar. Har qanday time frame'dagi narxdagi order flow faqat long bo'ladi. Qachonki u o'zidan katta time frame'dagi short key level kelmagungacha. O'zidan katta time, masalan, monthly key level, o'zidan katta time frame'ga bormagungacha biz order flow'ni faqat long deb qabul qilamiz. Undan kichkina bo'lgan любой time frame. Tushundinglar? Har qanday time frame'dagi narxdagi order flow faqat short, o'zidan katta time frame'dagi long key levelga kelmagungacha. Masalan, long key level bor. Monthly order block. O'sha yerga tushayotgan atkatdagi harakat da biza ko'rishimiz mumkin, u faqat short order flow bo'ladi, undan kichkina time frame'larda, qachonki u o'sha OB ga kelmagungacha yoki o'sha low ga kelmagungacha, ya'ni o'zidan katta time frame'dagi key level kelmagungacha o'sha time frame'dan kichkina bo'lgan time frame unga quloq soladi. Masalan, order block, ya'ni monthly order block, monthly long order block yashil candle kelmagungacha weekly, daily, 4 soatlik, 1 soatlik time frame'dagi chart bizda short order flow bo'ladi. Lekin u monthly order flowda bu faqatgina atkat bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir kuchli itaruvchi nuqtaga yetmagungacha
trend faqat long order flowda bo'ladi. Ma'lum bir kuchli support zonaga kelmagungacha ham trend faqat short order flowda bo'ladi. Struktura o'zgarishi uchun bizda katta time frame'da muhim zona bo'lishi kerak. Tushundinglar, itarib boruvchi. O'sha logika paydo bo'lmagungacha ham order flowda sizlar buy-sini o'zgartiravermaysizlar. O'shaning uchun mana to'rtta subda men faqat trend bo'ylab trade qilganman. Qatgacha desangiz, mana bu highgacha. Shu highga bormagungacha ham любой time frame'da, shu highga bormagungacha ham bundan kichkina bo'lgan любой time frame'da order flow men uchun faqat long bo'lgan. Mana bu struktura buzilishlari meni aldamagan. Men aldanmaganman bunga, men faqat long qaraganman. Tushundinglar? O katta time frame'dagi liquid key level menda key level bo'ldi shu. Shu kelish kerak. O'sha katta time frame'dagi ma'lum bir sub resistance zona, ma'lum bir resistance zonaga kelmagungacha, ya'ni key level kelmagungacha, undan kichkina time frame'dagi order flow faqat long bo'lgan. Ya, xuddi shu holat mana bu yerda bo'lgan. Katta time frame'dagi key level kelmagungacha, undan kichkina bo'lgan har qanday time frame dagi order flow bizda short bo'lgan. Ya'ni buy short bo'lgan. Shuning uchun trend bo'lib trade qilamiz, qachonki ma'lum bir muhim resistance yoki support zonaga kelmagungacha. Va undan oldin biz order flow'da tasdiqlab borishni men o'rgatdim sizlarga. Misol ko'ramiz. Oylik candle'da bizda tilla o'suvchi marketda. Mana low'lar olinib, sirazi high'lar agressivni buzilyapti. Low'lar olinsa, ko'p vaqt ketkazmayapti, sirazi high'lar agressivni olinyapti. Demak, menda order flow long. Tasavvur qilinglar, men mart trade qilmoqchiman. Shu yerda menda key level nima bo'ladi o'rtoqlar? Key level menda undan oldingi oyni, ya'ni men bittagi oyni tanasi bilan buzib o'tdi, agressivni. Ya'ni men bu qora candle'daman hozir. Tanasi bilan buzib o'tgandan keyin mendagi muhim support zona o'sha undan oldingi oyni high nuqtasi bo'ladi. O'shaning uchun ham open, high, low, close nuqtalari muhim. Oylik candle'da. Oylik candle'dagi high tanasi bilan buzib o'tilgandan keyin bu zona menda muhim key level hisoblanadi. Chunki kichkina time frame'ga shunda olsam, bu zona menda order blockga teng bo'lib qoladi. Ko'rsam, qora candle'lar. Manipulyatsiyaga, ya'ni to'rtta subga, yolg'on narx harakatiga sababchi bo'lgan manipulятsion qora candle'larda smart money'ning nima pozitsiyalar bo'ladi? Buy pozitsiyalari bo'ladi. Narx botga kelganda smart money yana buy pozitsiyalarini qo'shadi. Endi smart money narx nega botga keltiradi desanglar, botda trend bo'ylab savdo qilayotgan long ishtirokchilarni o'yindan chiqarish uchun, benzin uchun keladi. Endi xuddi shu holatda mana shu zonagacha menda mana bu nuqtadan yangi oydan shu zonaga kelmaguncha menda order flow short bo'lib qolaveradi. Ko'rasizlar? Mana low tanasidan buzib o'tdi, low tanasidan buzib o'tdi va high'lar reject qilyapti. Tanasidan buzib o'tdi, high'lar reject qilyapti. Qachongacha? Qachongacha order flow o'zgartirmayman. Men qachongacha oylik candle'dagi key level kelmagungacha men faqat short buys'da bo'laman. Bu oydan boshlab faqat o'rtalar vaqtga e'tibor beringlar. Endi vaqt temasini yana chuqurroq kiramiz. Tasavvur mana shu oydasizlar. Va tanasi bilan buzib o'tgandan keyin mana bitta candle, men bilaman shu super zonaga kelish kerak ekan, narx va agressiv tanasini buzib o'tgandan keyin va har bitta imbalansni hurmat qilayotganda qachongacha short order flow'da men ideya qilaman, oylik time frame'dagi key level kelmagungacha men buys'imni o'zgartirmayman. 4 soatlikda ham shu ideyadaman, 1 soatlikda ham shu ideyadaman. 15 minutlikda ham shu ideyadaman. Ya'ni katta time frame'ga quloq soladi, ergashadi. Endi kichkina time frame'da struktura buzilishi katta time frame'dagi atkat bo'lishi mumkin. Tushundinglar? To'g'ri, bu manipulятsion narsa, lekin men shu yergacha faqat short buys'da bo'laman. Ya'ni bu gapning ma'nosi shundan iborat. Ya'ni mana bu gap ma'nosi har qanday time frame'dagi narxdagi order flow faqat short, o'zidan katta time frame'dagi low key levelga kelmagungacha order flow faqat menda short bo'ladi. Va men high'larning ustida sell qarashga boshlayman. Va imbalanslarning ichida sell qarashni boshlayman. Tushundinglar? Va bunda narxni candle'dan ochilib yopilishiga ham yaxshi e'tibor berasizlar deb. Yana bitta misol. Bu trade mana olingan сделка uchun o'rtoqlar mana o'sha nuqtada key level kelganda olingan, high'ga tushalingan. Swing trade deylik. Mana ko'rasizlarmi? Mana shu kelgancha order flow sell, bundan keyin order flow buy.
order flow sell qachon o'zgaradi? Qachonki undan katta bo'lgan time frame'da key level kelmagungacha ham order flow o'zgarmaydi. Va undan katta bo'lgan time frame'dagi key level kelgandagina order flow o'zgaradi. Endi o'rtalar bitta narsaga e'tibor bersa, biz har doim range trade qilamiz. Sizlarga oson bo'lsin, ya'ni narx qayerga boradi degan ma'noda. Xo'p, oylik key level trade qilayotganingizda biz kunlik range trade qilamiz. Haftalik key levelda biz 4 soatlik range trade qilamiz. Kunlik key levelda biz 1 soatlik range trade qilamiz. Tushuntiraman? Xo'p, mana bu nuqta menda key level, ya'ni monthly FVG yoki monthly order block deylik. O'sha ma'noda men monthly order block chizaman. Narx hali mana bu yerda. Monthly order block chizaman va monthly order block chizganimdan keyin men sразу daily time frame ochib olaman. Daily time frame ochib olganimda o'sha key levelga kelishdagi impulsi high menda range high bo'ladi. Ya'ni key levelga kelishni boshlagandagi impuls high menda range high bo'ladi. Endi narx nima qiladi? Mana key levelga kelishda har doim key level kelishdan oldin bizda qanaqadir liquid yechiladi, to'g'rimi? O'sha mana key level tepasida turgan, mana narx tepaga chiqdi, low, high, lower low bo'ldi va key level keldi. Demak, keyingi target menda o'sha high. Ya'ni liquid yechilgan lowga ulangan high menda range high hisoblanadi. Ya'ni narxda range hosil bo'ldi. Narx bu range lowni olgandan keyin tabiiyki sell stop bo'lgandan keyin buy stopga qarab harakat qilish kerak, range boundligi bo'yicha. Va narxda ketish uchun bizda low ekan nima? U undan katta bo'lgan time frame'da key level keldi. O'shaning uchun ham mana bu yerdagi sell order flow buy order flowga o'zgardi. Endi mana keyingi target nima bo'ladi desanglar, o'sha mana bu yerdagi sell order flow boshlanib targetga borayotgandagi ulangan high menda range high bo'ladi. Mana lowga high ulangan. Ya'ni imbalansga tushishda boshlangan impuls high menda target hisoblanadi. Eng oxirgi impulsni buni olsanglar ham bo'ladi. Ya'ni high, low, imbalance to'ldirildi ketdi. Yana bitta misol ko'rsatay, sal tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin. E'tibor beringlar, menda monthly key level bor, FVG. Demak, endi men sразу dailyga o'taman. Dailyda monthly key levelga chiqishi boshlangan low menda range low bo'ladi va monthly key level yonidagi high, tegidagi high. Chunki mana monthly key level mana bu yerda bo'ladi. Monthly key level tepasidagi high menda range high bo'ladi. Ya'ni liquidity pool PDR. Endi liquidity pool tushundingiz? Liquidity pool bizda range high bo'ladi. PDR keldi. Endi range low nima? O'sha key levelga chiqishda boshlangan impuls. Mana bu impuls nima uchun boshlangan? Key levelga chiqish uchun boshlangan. Range low, range high. Smart money buy stop yechib keyin o'zini sell price'ini ochib keyin nima qiladi? Buy orderlarni sell orderlarga almashtirish uchun pastga tushadi. Ko'rdinglar? Ya'ni nima bu? Nimaga bu low olindi desanglar, imbalansga chiqish uchun boshlangan harakatdagi low menda range low bo'ladi. Ya'ni bunga bu ulangan. Mana ko'rasizlar, bitta ulangan harakat. Range low, range high nima desa liquid pool. Range high yechiladi, PDR keladi, bum pastga. Range low ketdi. Ko'rdinglarmi? Rangedan rangega, range lowdan range highga, range highdan range lowga harakat qiladi narx. Xuddi shu narsa menda weekly. Masalan, menda order block muhim. Nimaga bu order block muhim? Liquid poolni yechgandan keyin mana smart money oxirgi sell pozitsiyalari tanasini buzib o'tildi va narx mana order block keldi. Order block support zonaga keldi. Demak, bu order block menda narxni itaruvchi muhim support key level hisoblanadi. Endi bu narxga tushayotgan harakatni men 4 soatlikda ko'raman. Ko'rasizlar, range low, range high. Nima bu high? Range lowdan range highgacha. Birinchi narx high yasadi va keyin highdan lowga hujum qildi. Demak, PDR tepasidagi liquid poolga bog'langan high menda range high bo'ladi, qo'pol qilib aytganda. PDR ni tepasida, ya'ni long PDR tepasidagi liquid poolga bog'langan high menda range high, o'sha liquid pool range low hisoblanadi, sodda tilda aytganda. Range low, range high. Ya'ni nimaga bu range low? Chunki bu PDR tepasidagi liquid zona, sell stoplar. Sell stop, buy stop. Endi sell stop bo'lgandan keyin smart money o'zini key levelga keldi, liquid pool bor, to'liq sub hosil bo'ldi, ketdi, bum. Highgacha harakat qildi. Targetni ko'rdinglar. Bu yerda yolg'on struktura buzilishlari paydo bo'lgan. Buni o'zingizlar chart yilida qaranglar.
2024-yil ekan. Bu qaysi PDR kelganini bilinglar. Xuddi shu narsa mana bu yerda masalan weekly fair value gap bizada key level bo'ldi va narx o'zgarishni boshladi. Endi men bu menda key level, daily key level trade qotganimda narxda men 1 soatlik time frame tushaman. Daily key level chizaman. Daily key level tepasida qanaqa liquid pool bor? Mana bu liquid pool bor. Endi bu liquid poolga ulangan high qaysi? Mana bu high. To'g'rimi? Endi bu degani bu liquid poolni olingandan keyin razvod boshlanganda meni targetim mana shu liquid poolga ulangan high menda birinchi target hisoblanadi. Narx bu yerga borishi garant. O'shaning uchun ham katta time frame da katta time frame ga tushayotganda manipulyatsiyaga sabab bo'lgan impuls o'sha kichkina time frame impuls bizada keyingi target hisoblanadi. Buni endi internal external da ham yaxshilab tushuntiramiz. Mana PDRA da tepasidagi liquid pool liquid zonaga ulangan high menda PDR ga liquid deyichi PDR kelgandan keyin o'sha high men target bo'ladi. Range low dan range high ga qarab ishlayman. Ko'rasizlar vaqt e'tiborini. Daily time frame dagi key level ishlayotganda men 1 soatlik time frame dagi range high, range low da ishlayman. Bu narsa o'rtoqlar tradinglarga juda katta o'zgarish olib kiradi. Shu narsa bo'yicha ishlaylar har doim. Key level tepasida liquid pool bor. Liquid poolga ulangan high menda target. Shu bilan o'rtoqlar bugun gaplashmoqchi bo'lgan narsam shundan iborat. Xo'p, qiladigan ishinglar 5 ta short va long order flowni time framelarga men ko'rsatganimdagi tushib ko'rib chiqinglar. Bilinglar shu qaysi key leveldan qaytyapti. Bilinglar shu monthly key level bizada support bo'lib berishini, bilinglar shu daily struktura buzilishi faqatgina monthly candleda atkat bo'lib o'tganini ko'ringlar. Ya'ni 5 tadan misol topasizlar order flowni monthly chartda va o'shani weekly, daily 4 soatlik time frame'da ko'rib chiqasizlar. Endi vaqtingiz oshib ketib qolsa, o'sha qanaqadir support zonadan qaytayotganda mana shu range high, range low'ni ham ko'rib chiqinglar. Rahmat kattakon.